Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. 2022-yil zavodskiy propan narx qulayroqdan tushib qolsa aloqaga chiqib oladigan ukalarimiz uchun maxsus video bo'ladi. Ayniqsa mana shu oldi dugasi bordan ko'pchilik so'rashadi-yu, GLS komplektatsiyasidan. Mashinamiz holatlari yaxshi, minadigan odamga o'rtacha holatda turibdi. Yonida nikel, tonirovka ekilgan yonboshni ko'rsanglar, mana bu plastik nikel bo'ladi. Mashinani bezak uchun qo'yiladi odatda. Bu shu narsadan zakaz qilsanglar, bundan ham chiqarib beraveramiz. 22-yil Bongo mashinasi borlar. Balon holatlari o'rtacha holatda turibdi mashinani. Salonning ichki holatiga keladigan bo'lsa, mana shu rangdan ko'pchilik so'rashadi. Ayniqsa Samarqand, Buxoro taraf mana shu rangdan juda ko'p so'rab aloqaga chiqishadi. Mashinamiz 22-yilga 9-oy. Holatlari o'rtacha. Endi xizmat qilgan mashina, yangi mashina, salondan chiqqan yangi mashina bo'lmagani uchun bir qo'l minilgan mashina. Qani bismillah. Mexanika Euro 5. Bu sariq salon emas, sariq salondan bitta keyingi komplektatsiyasi bo'ladi. Kruiz kontrollari bo'ladi mashinada, kruiz bor. Yurgan kilometri 57954 kilometr, 58000 yuribdi-da mashina. O'rindiqlari soviydi, qiziydi, roli qiziydi. Orqa oyna spirali bor, bokovoyni regrovkasi mana bongolarda shu yerdan bo'ladi. Doim aytib o'tamiz, palasha dejatellar, parasi o'qiydi. Oldi torpedani holatlari, salonning ichlari holati yaxshi ekan. Elektronniy oynalari. Eshigini yo'llari ko'rishingiz mumkin, eshiklari almashmagan. Keyin diskasini ichini ko'rsanglar ham sarg'ayib, zanglab ketmagan. Kalpaklari ham yaxshi holatda turibdi. Endi ozgincha xizmat qilgani bor mashinani. Bir ikkita petnolari bor, eshigini yonboshida petnosi bor ekan. Lekin mashinani suyagi butun, nima deydi, kuzupi butun ekan. Bortida ozgincha qirilgan, chizilgan joylari bor. Bortida xizmat qilganini hisobidan. İçiga atsenka o'yini ichiga mana bu bo'yab qo'yishgan ekan. Buni atsenka o'yini alohida almashtirib ham beraveramiz. Charmlarni yangilab, alohida bir $200 pul ketadi. Yangilab ber desanglar, yangilab ham beraveramiz, lekin minuvchiga juda ham qulay. Orqasida mana ozgincha xizmat qilgan nasorati bor orqalarida. Videoda ko'rsatib o'tay shu narsalarni ham. Hop, taglariga keladigan bo'lsak, ramalari butun, mashina yaxshi ekan. Yurgan kilometrga tortaveradi. Gulshitrda endi ozgincha zangi bor. Buni xohlasanglar ketqizsa ham bo'ladi, sepadigan, sepib ketqizadigani ham bor. Yonboshda propan baloni 83,5 litrli. Ozgincha petnolari bor mashinada. Endi xizmat qilgan mashina 22-yil. Bitta ham ozgincha petnosi bor ekan. Mashinaning motor qismiga keladigan bo'lsak, hozir ochib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin, motorlari ham sodda ishlab turibdi. Artib, yog'lab, yaltillatib qo'ymagan. Qanday bo'lsa, o'sha o'zining holatida mashina. Holatlari, juda ovozlari ham joyida. Siltab yoki unaqa bir shovqinlari ham yo'q mashinani. Xo'p, endi bu mashina narxiga keladigan bo'lsak, O'zbekistonga tamojnigacha dastavka qilib yetkazib berishimiz bilan $12,800 ga yetib boradi. Rastamoshkasi alohida chiqadi. Bir hozirgi kunda 12,000 atrofida chiqayotgan. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Buni ham chiroyli qilib yuklab yetkazib beramiz.